Spirulina bu to'g'risida nima deymiz? Bolalaringiz bugungi kunda bilimga chanqoq emas, jizzaki, doim asabiylashadi. Doim sizga qanaqadir savol bersangizlar javob berishga o'sha xohishi yo'q. Bemalol mana shu spirulinani berishingiz mumkin. Nima uchun? Nimagaki buni tarkibidagi 2000 dan ortiq aktiv birikmalar borligi bolangizni rivojlanishida. Hattoki mana bugungi kunda ko'p insonlar bolamdagi parazitni qanday qilib tushiray deydi. Mana shu spirulina juda ham yaxshi foyda beradi mana shu parazitlarni tushirishiga. Bu juda ham kerakli ozuqa, vitamin, mineral. Tabletka ko'rinishda tayyorlab berilgan, bemalol kun mobaynida ertalab kechga ovqatdan 1 soat oldin ovqat bilan birgalikda mana shu mahsulotni shunchaki olib iste'mol qilinadi. Juda ham yaxshi foyda beradi. DXN kompaniyamizning mahsulotlari juda ham ko'p, mana ko'rishingiz mumkin. Agar sizga mana shu mahsulot juda ham qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlar bor. Murojaat qilsangiz, yana savollaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz javob olishingiz mumkin.